Yurtimning sha'ni bu, elning or nomusi, har satri, har ohang yurakka yor. O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi. Qo'ng'iroq chalinar so'nggi bora endi. Dillarda titroq bor, qalblarda sog'inch. Bu sado aytadi, vaqt keldi do'stlar. Bolalik ketadi, hayotga qo'shil. Assalomu alaykum, munis va mehribon. Qalbida ilm gavharini tizgan mehri daryo ustozlar. Hurmatli mehmonlar. Yuragi ham quvonch, ham shodlik bilan to'lgan. Orzular qanotida uchayotgan yoshlar, farzandi quvonchiga sherik bo'lib kelgan aziz ota-onalar. Bugun maktab tarixida unutilmas kun. Bugun xotiralar bilan to'la yuraklarga sog'inch soluvchi, lekin ayni vaqtda orzu va umidlarga to'la so'nggi qo'ng'iroqning ilm eng buyuk sharaf shiori ostidagi tadbirimizga xush kelibsiz. Maktab dargohiga qaytdi izlaring. Sog'inchli fasllarda yangirar so'zlaring. Faxr bilan qaraymiz biz sizga bugun. Yodingizda qolgan har tong va tun. Maktab biz uchun muqaddas dargoh. Bu yerda ulg'aygan har bir avlod faxrimiz, g'ururimiz. Bugun esa shu muqaddas maskanga orzulari ro'yob topgan, yutuqlari ibrat bo'lgan sobiq bitiruvchilarimiz aziz mehmon sifatida qaytib kelishdi. Ularni davramizga taklif etamiz. Mana bugun hammaning ko'zida yosh. Ajralishar bir-biridan sinfdosh. Maktab binosi ham turar xomush.
Bu ko'z yoshlarga berolmay bardosh, ey sinfdosh, unutma do'stlaringni, eslab yuraylik maktab chog'larini. Endi esa hayotning navbatdagi bosqichiga dadil qadam qo'yayotgan, bilim maskanini faxr bilan tark etayotgan bitiruvchilarimizni davramizga chorlaymiz. Qo'ng'iroq yoshlikning tugashi, yangi hayot boshlanishining ramzi. Bu kun maktabdagi oxirgi kun, lekin hayotdagi yangi imkoniyatlar, yangi yo'llarning boshlanishidir. Tadbirimizni ochib berish uchun tabrik so'zini maktabimiz direktori Narmuratova Kunsulu Alenovnaga beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli aziz bitiruvchilar, aziz mehmonlar, aziz ustozlar va maktabimizning aziz o'quvchilari. Mana bugun butun respublikamiz bo'ylab juda katta bayram tadbirlari o'tkazilmoqda. Shu bilan bugun bizning maktabimizda ham mana shu anjumanga kelgan mehmonlarga, mana shu yerda o'tirgan barcha qora ko'z qiz yigitlarimizga bugungi tadbirimizni ochiq deb e'lon qilaman. Endi birinchi so'z navbatini Navoiy davlat pedagogika institutidan ustozlarimiz kelishgan, prezidentimizni tabrigini birinchi o'qib eshittirsak. Assalomu alaykum, hurmatli bitiruvchilar, hurmatli pedagoglar, ustozlar, hurmatli rahbar. Men juda ham xursandman. Chunki men shunday bir mo'jazgina, bir yaxshigina maktabga kelib qolganimdan. Men o'zim bir vaqtlar kam sonli maktabda pedagog faoliyat yuritganman. 180 ta o'quvchisi bor edi. Parallel sinf degan narsa yo'q edi. 15 ta, 11 ta, 9 ta bola dars o'qirdi. O'zim ona tili adabiyotdan dars berganman va hamma bilan ishlash imkoniyati bor. Hamma bilan ta'limni sifatini oshirish imkoniyati bor edi. Shuning uchun bu maktabda o'qiyotganliklaring bilan xursand bo'linglar, bitirayotganliklaring bilan. Qarsoqlar bo'lsin. Endi prezidentimizni butun respublikamiz maktab bitiruvchilariga yo'llagan tabrik so'zini o'qib beraman. Tabrigini. Qadrli farzandlarim, avvalo siz azizlarni hayotingizdagi bugungi unutilmas quvonchli voqea, maktab ta'limini muvaffaqiyatli tugatib, yetuklik shahodatnomasini qabul qilib olayotganligingiz va mustaqil hayotga qadam qo'yayotganligingiz bilan samimiy muborakbod etaman. Ushbu shukuhli ayyomda mamlakatimizdagi 10 mingdan ziyod maktabda mehribon ustozlar, hurmatli ota-onalar ishtirokida so'nggi qo'ng'iroqlar jaranglab, 450 ming nafardan ortiq bitiruvchi yoshlarimiz sha'niga ezgu tilaklar bildirilmoqda. Barchamiz bu fikrlarga chin dildan qo'shilgan holda katta orzu umidlar bilan kelajak rejalarini tuzayotgan o'g'il qizlarimizga ularni amalga oshirishda ulkan kuch-g'ayrat, omad va zafarlar tilaymiz. Ayniqsa maktabni oltin medal bilan bitirayotgan 11500 nafardan ziyod farzandlarimizga 2000 dan ortiq kumush medal sohiblariga
o'qish va izlanishda, jamoat ishlarida o'z tengdoshlariga doimo o'rnak va namuna bo'lib kelayotganliklari uchun alohida tabrik va tilaklarimni izhor etaman. Aziz bitiruvchi yoshlar, bugungi kunda biz o'z oldimizga qo'yayotgan buyuk maqsadlarni amalga oshirishda butun xalqimiz qatori bilimli, hunarli, tadbirkor va vatanparvar har tomonlama yutuq yoshlarimizga tayanamiz. Kelajagimiz egalari bo'lgan navqiron avlodimiz yangi O'zbekistonni barpo etishda katta bunyodkor kuch sifatida ishtirok etishi uchun zarur sharoitlarni yaratib bermoqdamiz. Jumladan, sizlarning zamonaviy ilm va kasb-hunarlar, ona tili bilan birga xorijiy tillar, IT va innovatsion texnologiyalarni, ijod va tadbirkorlik sohalarini puxta egallashingiz uchun hozirgi kunda 201 ta oliy o'quv yurti, 598 ta texnikum, ko'plab monomarkaz va texnoparklar, kutubxonalar, madaniyat, san'at va sport muassasalari samarali faoliyat ko'rsatmoqda. Ta'limning barcha bo'g'inlarida o'quv tarbiya ishlarining sifati va natijadorligini oshirish, bitiruvchi yoshlarimizga tanlov imkoniyatlarini kengaytirish uchun yangi tizim va dasturlar, elektron platformalar ishga tushirilmoqda. Sizlar ana shunday beqiyos imkoniyatlardan oqilona foydalanib, yoshlik faslining oltinga teng har bir daqiqasini qadrlab, kelgusida vatanimiz mustaqilligini, el yurtimiz manfaatlarini barcha sohalarda dadil himoya qiladigan yutuq kadrlar, ongli va oliyjanob insonlar bo'lib, xalqimizga sidqi dildan xizmat qilasiz deb ishonaman. Shuni aslo unutmang. Odamzod hayotda munosib o'rin topishi, el yurtning hurmati va e'tiboriga sazovor bo'lishi uchun milliy va umum insoniy qadriyatlarni egallab, doimo oldinga intilib yashashi, izlanish va o'rganishdan aslo to'xtamasligi kerak. Halol va mashaqqatli mehnat, ilmga, kasbga, ota-ona va oilaga sadoqat hech shubhasiz insonni yuksaltiradi, uning hayotini fayzli va charog'on etadi. Ayniqsa sizlar kabi navqiron, azmu shijoatli yoshlarimizga shiddatli zamondan ibrat olib, har kuni bir natijaga erishib, irodangizni sinovlarda toblab, faqat va faqat oldinga qarab borish yarashadi. Aminman, sizlarning yangi g'oya va tashabbuslaringiz, turli sohalardagi yutuqlaringiz yangi O'zbekistonni yanada qudratli etadigan moddiy va ma'naviy asoslarni barpo etishga beqiyos hissa bo'lib qo'shiladi. Sizlardek o'z kuchiga ishongan, qat'iyatli yoshlardan qadrdon maktabingiz, aziz ustozlaringiz va ota-onalaringiz, butun xalqimiz faqat ezgu ishlar va yorqin natijalar kutadi. Ana shunday yuksak ishonchga doimo munosib bo'ling. Intilish, izlanish va yangilik yaratishdan aslo charchamang. Mustaqil hayot sari ilk qadamlaringiz qutlug' bo'lsin, aziz o'g'il va qizlarim. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Hurmatli talaba o'quvchilar, sizlarni yana bir bor tabriklayman. Barcha bitiruvchilarni mana Navoiy davlat yangidan tashkil etilgan, o'sha qayta tashkil etilgan Navoiy davlat universitetiga hujjatlar topshirib, mana shu yaqingina joyidan qatnab eson-omonlikda o'qib bitirishlaringizga yana bir targ'ibot qilaman. Mana shu yangi o'quv yilidan juda ko'p yangi yo'nalishlar ochilyapti. Yangi sizlarni mana Toshkent, Samarqandga, boshqa joyga borib o'tirishga hojat bo'lmaydigan holatlar bo'lyapti. Nasib bo'lsa, yangi o'quv yili bo'yicha o'quv rejalari, nizomlari tasdiqlangandan keyin bular bilan tanishib, o'z hayot yo'lingizni yangicha yo'nalishda belgilab olasiz degan umiddaman. Barchangizga mustaqil hayotga qadam qo'yayotganlaringiz bilan tabriklayman va oq yo'l sizga bitiruvchilar deyman. Rahmat, sizga ham katta rahmat. Aziz tadbirimiz ishtirokchilari, albatta bugun yurtimizda maktab bitiruvchilari bilan birga ularning ota-onalari, ustoz, murabbiylar uchun ham unutilmas kundir. Ushbu quvonchli ayyomda ularni ham chin dildan qutlaymiz. Barchangizga tilaklarimni izhor etaman. Bugungi kunda butun hayotini yosh avlod tarbiyasiga bag'ishlangan jonkuyar o'qituvchilar, ustoz, murabbiylar mehnatini munosib rag'batlantirish, ularning ish va turmush sharoitini yaxshilash, jamiyatdagi obro' e'tiborini oshirishga muhim ahamiyat qaratilmoqda. Bizning maktabimizda ham 26 nafar oliy ma'lumotli o'qituvchilar, 190 nafar aziz o'quvchilarga dars berib kelmoqda. Shu jumladan ularning ichida oliy va birinchi toifali o'qituvchilarimiz jami o'qituvchilarimizning 40% ni tashkil etdi.
Bundan tashqari mana shu o'qituvchilar, jonkuyar o'qituvchilarimizning 6 nafarida xalqaro va milliy sertifikat olishga muvaffaq bo'ldi. Shuningdek, bugun maktabimizda o'quvchilarni yuksak ma'naviyat egalari, chinakam vatanparvar insonlar etib tarbiyalashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada keng ko'lamda ma'naviy ma'rifiy tadbirlar amalga oshirilmoqdaki, yoshlarimiz o'rtasida kitobxonlikni kuchaytirish, ularni adabiyot, san'at va sport to'garaklariga yanada faol jalb qilish bo'yicha qator ishlar amalga oshirilmoqda. Buning natijasida birgina sport sohasini oladigan bo'lsak, sportning kurash turi bo'yicha tumanimizda 50 ga yaqin o'quvchilarimiz birinchi o'rinda olgan bo'lsa, viloyat bosqichida bugungi kunda 17 nafar o'quvchimiz viloyatda birinchi o'rinda oldi. Shu bilan faxr bilan aytishimiz kerakki, 8-sinf o'quvchisi Ramankulov Sardar Shavkatovich sportning kurash turi bo'yicha respublika bosqichida 2-o'rinni, sportning yengil atletika turi bo'yicha 9-sinf o'quvchisi Bahramkulova Charas Mansurovna respublika bosqichida 1-o'rinni egallashga muvaffaq bo'ldi. Shu bilan bir qatorda bizning maktabimizda shunday xushovoz o'quvchilarimiz borki, shulardan 8-sinf o'quvchisi Abdurahimov Xurshidbek Farhatovich san'at sohasida viloyat, tuman bosqichlarida 1-o'rinlarni egallab, respublikada ham faxrli o'rinlarni egallab kelishga muvaffaq bo'lgan. Shu bilan birgalikda fan, ta'lim sohasida esa 11-sinf o'quvchimiz Gulchehra Hamidjonova kimyo fanidan milliy sertifikatni qo'lga kiritgan va yana qo'shimcha Hamidjonova bilan birgalikda 11-sinfning yana 3 nafar o'quvchisi erta 25 kuni yana sertifikatga topshirib, nasib bo'lsa u qizlarimiz ham sertifikatlarni olib keladi degan umiddaman. Bular shu bilan bir qatorda maktabimizda Navoiy davlat pedagogika instituti tomonidan o'tkazilgan yaqinda fan olimpiadasi o'tkazildi. Bunda ham 11-sinf o'quvchilarimiz Sadullayeva Shahriniso fizika fanidan, Hamidjonova Gulchehra kimyo fanidan tumanda 1-o'rinni egallashga muvaffaq bo'ldi. Bu ham bizga xursandchilikni berdi. Shu bilan bir qatorda maktabimizda yoshlarimiz o'rtasida kitobxonlikni kuchaytirish borasida ham bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan maktabimizda tashkil etilgan Zakovat klubimiz har doim tumanda 1-viloyatdagi yuqori o'rinlarni egallab kelmoqda. Bu borada bizni 9-sinf o'quvchimiz Alim va Jasmina eng ijodkor o'quvchi nominatsiyasiga viloyatda ega bo'ldi. Buni ham tabriklab qo'yishlaringiz mumkin. Endi hurmatli tadbirimiz ishtirokchilari, hozir biz vaqtni qizg'andik, aytib o'rsak bizning yutuqlarimiz juda ko'p. Faqatgina muxtasar qilib aytganda maktabni bitirib chiqayotgan yigit qizlarimizning har biri el yurtimizning mehri va e'tiborida bo'ladi. Shuning uchun mana shunday shukuhli onlarda siz aziz o'quvchilarimizni maktab ta'limini muvaffaqiyatli tugatganlaringiz uchun, hayotingizda dastlabki muhim davondan oshganingiz uchun yana bir bor tabriklayman. Hech qachon unutmang, kelajakda sizni yanada ulkan va mas'uliyatli marralar kutmoqda. Oldingizga aniq bir maqsadni qo'yib, bor kuch-g'ayratingizni, bilim va salohiyatingiz bilan harakat qilsangiz, ko'zlagan cho'qqilarga albatta erishasiz. Barchangizga ishda va o'qishda, shaxsiy hayotda katta va yutuqlar, omadlar tilab qolaman. Baxt va omad hamisha hamrohingiz bo'lsin, aziz o'quvchilarim. Rahmat. Endi tabrik so'zini hayotda o'z o'rni, mavqei bor, el yurt oldida xizmat qilayotgan faxriy mehmonlarimizning ezgu tilaklaridan bahramand bo'lamiz. Ko'nimix tumani davlat soliq qo'mitasi hamda maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi xodimidan kelgan mehmonlarga so'z navbatini beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, aziz o'quvchilar. Mana bugun so'nggi qo'ng'iroq. Shu fursatdan foydalanib, Ko'nimix tuman maktabgacha va maktab ta'lim bo'limi boshlig'i nomidan, o'zim nomimdan mana yoshlarni kelgusi hayotga qadam qo'yayotganini tabriklayman. Kelgusi hayotlarida muvaffaqiyat, katta yutuqlarga erishib, katta oliygohlarga kirishni tilab qolaman. So'z berganingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling. Bo'lmasa mehmonlarimizdan foydalanib
biz aziz o'qituvchilarimizni bir tabriklab olsak. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va Maktab ta'lim vazirligi, Navoiy viloyati Maktabgacha va Maktab ta'lim boshqarmasi, Qonimix tumani Maktabgacha va Maktab ta'lim bo'limi 9-sonli davlat umumta'lim maktabi jismoniy tarbiya o'qituvchisi Aripov Qahramon 2024-25 o'quv yilida yosh avlodga ta'lim tarbiya berishda xudokorona mehnati erishgan yutuqlari uchun ushbu faxriy yorliq bilan taqdirlanadi. Xuddi shuningdek, ushbu jismoniy tarbiya fan o'qituvchisi Aripov Ziyod aka, qani Ziyod aka? Bu yil Ziyod aka pensiyaga ketyapti. Ko'p yil mehnat qildi, tabriklab qo'yamiz. Xuddi shuningdek, mana shu maktabda ko'p yil ishlagan o'qituvchilarimizdan tarix fan o'qituvchisi Amanova Saodat opani chaqiramiz. Xuddi shuningdek rus tili fan o'qituvchisi Jaylibayeva Tanzira opamiz, oliy toifali o'qituvchimiz. Ko'p yillik mehnatda singan. Qani? Nima qopdi uzr endi. Xuddi shuningdek rus tili fan o'qituvchisi Umirova Dilfuza Turapovna. Tabriklaymiz. Buni shuningdek tasviriy san'at fan o'qituvchisi Timira Mavluda qizimiz bor. Hamma tadbirlarda a'lo darajada tashkil qilib beradi. Biologiya o'qituvchimiz Turdiyeva Dilbar Saidahmatovna. Ko'p yillik mehnati uchun. Bugun pensionerlarimiz salonda o'tiribdi, nima qilamiz endi? Xo'p, tarbiya fan o'qituvchimiz Nurakayeva Zubayda qizimiz. Oliy toifali o'qituvchimiz. Huquq fandan o'quvchilari 1-o'rinda, respublikada 1-o'rinda olgan. Fizika fan o'qituvchisi Nishonova Malika. O'quvchilari fan olimpiadalarida o'rin olib kelgan. Tabriklaymiz. Xuddi shunday Shot rahbarimiz bor, Ramon aka, hamma taniydi. Qani Ramon aka? Keling. Ko'p yillik mehnati bor. Maktabda direktor bo'lib ishlagan. Ustoz, tabriklaymiz. Xuddi shunday maktabimizda eng kuchli matematiki bor Zuhra Asqarova, 1-toifali o'qituvchi. Endi Zuhrani ko'p eslaymiz. Ko'p mehnat singan. O'quvchilari fan olimpiadalarida o'rin olgan. Xuddi shuningdek ingliz tili fan o'quvchi Fayzullayeva Mohinur qizimiz. Qani? Bu qizimiz bu yil oliy toifani olib keldi. O'quvchilarni inglizga tayyorlamoqda. Xuddi shunday ingliz tili o'qituvchimiz Jaxsilikova Aqnur degan qizimiz bor. Bu qizimiz ham milliy sertifikatlarni egallashga muvaffaq bo'lgan. Qattiqsa xalqaro Xuddi shuningdek boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi Kamal va Gulnoz opamizni chaqiramiz. Ko'p yildan beri o'quvchilarni bilim tarbiya berib kelmoqda. Xuddi shuningdek boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi Jumayeva Yulduz qizimiz bor. Profsoyuzimiz maktabda o'nqir-cho'nqirlarni tekislaydigan. Bolalarni tarbiyalaydigan. Xuddi shunday boshlang'ich ta'lim o'qituvchimiz Ruziy va Firuza qizimizni tabriklaymiz. Oliy toifali o'qituvchimiz. Xuddi shuningdek geografiya fan o'qituvchimiz Sadirov Shuhrat akani bir taklif qilaylik. Qani Sadirov Shuhrat? Ko'p yillik rahbar lavozimlarida ishlagan, direktor bo'lgan. Hurmatli
tadbir ishtirokchilari o'quvchi yoshlar bilan ishlashni samarali tashkil etishda kitob o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirish, ta'lim muassasasi o'quvchilarining kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda hamda 2024-25 o'quv yili davomida maktabda kitobxonlikni keng targ'ib qilishda olib borgan namunali mehnatlari uchun 9-umumta'lim maktabining kutubxona mudirasi Rahmat va Gulsara Aslonovna boshqarmaning tashakkurnomasi bilan taqdirlanadi. Darhaqiqat zakovatli boshida endi o'qituvchilarimiz hali ko'pchilik ularga alohida savollarimiz bor, keyin beramiz. Qolganlarga endi o'quvchilardan mana bizni eng 11-sinfda eng a'lochi, eng bilimdon o'quvchilarimizdan Hamidjon va Gulchehra Hamid qizini chaqiramiz. Tabriklaymiz. Mana sertifikat olganida. Tabriklaymiz. Ishlarga kirib ketish nasib etsin. Onalarga ham beramizmi? Ha. Birinchi 11 tugatak. Demak, Navoiy Konimix tumani 9-o'rta maktabning Sadullayeva Shahrinso qizimizni o'quv yili uchun a'lo baholari va namunali xulqi uchun taqdirlanadi. Shahrinsoni qizimizni onasini ham chaqiraylik, onasiga ham bor. Albatta bu qizim o'zining namunali xulqi, a'lo bahoga o'qishi bilan alohida ajralishadi. Hasan va Oydin tarbiya bergan onasini ham tabriklab qo'yaylik, chunki shunday qiz tarbiyalagan. Xuddi shunday Saidahmad va Marjona degan qizimiz bor. 11-sinfda. Buni ham a'lo namunali xulqi uchun taqdirlaymiz. Otasi kelganmi otasi? Onasini chaqiramiz, onasini. Keling. Qo'chqar va Azizaga tashakkurnoma maktabimizdan. Keling. Hamidjon va Gulchehra onasini ham taklif qilamiz. Sharapov Hamidjon otasi kelgan. Vinera. Vinera. Birinchi Vinerani tabriklab olaylik. Tashakkur bildiramiz maktabdan. Gulchehraning nomini xulqi uchun yana bir marta tabriklaymiz. Bo'ldimi? Bo'ldi. Endi 9lar. Ana endi 9-sinfda a'lochi o'quvchilarni ham aytib ketay. Kenjay va Sevinch qizimizni a'lo baholari uchun, olimpiadalarda o'rin olganligi uchun tabriklaymiz. Iroda qizimizni chaqiramiz. Iskandar va Iroda. Iroda qizim, sizdan bir tabriklang. Sog'lik bo'lsin. Bu qizimizni ham namunali xulqi, bilimi uchun tabriklaymiz qizim. Yana bir marta. Bahram Qulov Firdavs yigitimizni tabriklaymiz. Firdavs endi boshqacha yigitlar bo'ldi. Tak, xuddi shuningdek Bahram Qulov va Charoz qizimiz, sportchi qizimiz, O'zbekiston chempioni. Onasiga ham xuddi shuningdek Alim va Jasmina qizimiz bor 9-sinfda. Olimpiada g'olibi. Tak, Xalik va Bibisani ham qizimizni chaqiramiz. Namunali xulqi, a'lo baholarga o'qishi bilan taqdirlaymiz. Xalik va Aysani ham qizimiz namunali xulqi uchun. Aysani ham endi kim? Hamidjon va Durdona. Hamidjon va Durdona. Sinfda ota-onalarga ham tashakkurnomamiz bor ekan. Xalik va Bibisanemning ota-onasi. Qani, bormi, kelganmi? Keling. Xuddi shunday Aysanemning onasi ham kelsin, Aysanem.
Aysanam donasi, Aysanam. Bormi yana? Sharzgarvosh. Xuddi shunday Ibragimov Nabijon ota-onasi. Nabijon ota-onasi bormi? Dilnora ota-onasi. 100 marta beraman. Hamidjanova Dilnora ota-onasi. Qizingiz uchun ham ola ekansiz. Oldingizmi? Nima? Dilnur uchun, Dilnur. Ha, dadasi ham bor ekan-ku. Dadasi. Bu endi 4-sinf ham bitiruvchida bu yerda o'tiribdi. Bitiruvchi 4-sinfimizda 2024-25 o'quv yili davomida sport musobaqasidagi faol ishtiroki, o'quvchi yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilishda namuna va ibrat bo'la olgani uchun 4-sinf o'quvchisi Hasanov Yerjan. Bu Yerjan yigitimiz sportchi, kurashchi. Viloyatda o'rin oladi bu yigitimiz. O'zi kichkina demang, bizni ko'tarib uramiz sizni deganlardan. Молодец. Xuddi shuningdek, Po'latov Sarvarjon. Bu Sarvarjonimiz ham maktabda musobaqalarda, kurashda, fan bilimlarida zo'r. So'z beramiz oxirida. Xo'p, yana xuddi shuningdek, tashakkurnoma bilan Mahmudova Gulasal Hasanov Maqsud ota-onasini tabriklab ketaylik. Tashakkurnoma bildiryapmiz. Hasanov Maqsud bormi? Mahmudova Gulasalni ota-onasi. Kelmaganmi? Gulasal Gulasal o'zing ol. Gulasal ko'tasin. Mardonov Murodjon Turtansindan. Mardonov Murodjon. Yugurib kelamiz bolajonlar. Vafoyev Xursiya. Xurshid. Vafoyev Xurshidjon. Yugurib kelamiz. Markulova Izozani Markulova Izozani ota-onasi. Bormi? Pardayeva Kebagam. Xuddi shunday yana Rahmonov Dostonda ota-onasi Usmonov Manat. Berdibayeva Umidning onasi Bobomuratov Daniyar. O'zing kel bolam. Xalikov va Bibisaniyamga tashakkurnoma kelgan ekan. Bu viloyat ko'rik tanlovida ishtirok etgani uchun eng faol kitobxon o'quvchi. Yana bir bor tabriklaymiz. Hasan va Oydin, Fatima Husan Sadulayevlar bormi? Oydin, ha, yugurib kel bolam, yugurib kel. Xalikov Ataniyas 4-sinf. Xalikov Ataniyas. Ijodkor ko'rik tanlovdan ham viloyatdan nima ketdi? Alimova Jasmina qizimiz. Bo'lim boshlig'ining tabrik nimasi? Jasmina qizimizdan. Tak. Hasanov Maqsud. Gulasal dadasi kelganmi? Aliyeva Nigina 4-sinf. Nigina qizim yugur chop. Alloh baholari uchun yaxshi o'qiganliging tezki. Nuriddinov Shahruzam kelaversin. Nuriddin, tabriklayman bolalarim. Xo'p, hurmatli ustozlar, bizni farzandlarimiz hammasini tabriklasak bo'ladi yil yakunida. Chunki yil davomida ular mehnat qildi, yugurdi, yeldi, har bir tadbirda o'zini kuchini ko'rsatdi. Lekin
Bugun vaqtimiz juda qisqa va nima bo'lganligi uchun tabrik so'zini yakunida yangi mahalla raisini sizlarga tanishtirib o'tmoqchiman. Zamira, keling biroz siz ham bir gapiring. Bizning mahallamizni faxri, mahallamizning yangi raisi, mana shu bolajonlarimizning ustozi bo'ladi. Tabriklaymiz sizni bugun kechagi saylovda yutuqqa erishganingiz uchun. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Bugungi 9-maktabning bitiruvchilariga barchasiga omad tilayman. Bular hayotda o'z o'rnlarini topib, shu mahallaning xonadonlarini, mamlakatimizning rivojlanishiga o'z hissalarini qo'shadigan umiddaman. Ota-onalarimiz ham shu farzandlarni tarbiyalagani uchun ularni bilimlari bor mehnatlariga hissa qo'shganlari uchun katta rahmat bildiraman. Shu maktabdagi o'qituvchilarga ham rahmat, chunki shu bolalarning tarbiyasi, bilimi uchun o'z xizmatlarini bajarib kelyapti. Rahmat, barchalaringga omad. Yurakda bugun bir ajib hayajon. Yoshlik damlarim bugun eslagim keldi. Ko'ksimda iliqlik, ko'z yoshlar marjon. Maktabim, do'stlarim, bir ko'rgim keldi. So'nggi qo'ng'iroq tadbirimizga ishtirok etayotgan, ushbu dargohni tark etib, bolalik damlarini, Mehridaryo ustozlarini eslab kelgan sobiq bitiruvchilarimizga tabrik so'zini beramiz. 20 yillik bitiruvchilar. Assalomu alaykum aziz ustozlar, hurmatli bitiruvchilar. Bugun bizning hayotimizda o'ta katta ahamiyatga ega bo'lgan ezgu va unutilmas kun. Maktabni tamomlaganimizga 20 yil to'ldi. Shu qutlug' sana munosabati bilan avvalambor bizga ilm bergan, hayot darslarini o'rgatgan, insoniylik sari yetaklagan aziz ustozlarimizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Sizlarning mehringiz, sabr toqatingiz va mehnatingiz samarasida har birimiz turli sohalarda o'z o'rnimizga ega bo'ldik. Bugun ortimizga nazar tashlar ekanmiz. Sizlardan olgan tarbiya va ta'limning qanchalik buyuk ekanini yanada chuqur his qilamiz. Bayramingiz muborak bo'lsin. Bitiruvchilar, sizlarga ham oq yo'l tilaymiz. Assalomu alaykum ustozlar, assalomu alaykum bitiruvchilar. Bizlar 20 yilliklarimiz shu yilgi 20 yilliklar nomidan ustozlarimizga va maktabimizga sovg'a olib kelganmiz. Shuni hozir topshirish jarayonini o'tkazmoqchimiz. 9-maktabga esdalik sovg'amiz. Tabriklaymiz. Sinf rahbarimiz Achil va Sado Sharapovnaga Sado Sharapovna, rahmat. Maktabga sovg'amizni olib kelinglar. Esdalik sovg'alarimizni qabul qilamiz. Bahrom va Ma'rifat o'qituvchi, yosh avlodni tarbiyalashda qo'shgan hissalaringiz uchun. Hisob kitobni o'rgatgan Jalmurzay va Ro'za o'qituvchimizga. Geografiya fanidan dars bergan Sadirov Shuhrat o'qituvchimizga. Birinchi o'qituvchimiz Hamroy va Mohira ustozga. Harfni tanitgan matematika o'qituvchimiz Xo'jamurod va Halovat o'qituvchimizga. Geometriyadan chizishni o'rgatgan Asqar va Zuhra o'qituvchimizga. Fizikadan dars bergan Romanov Zag'ig'iga. Biologiya o'qituvchimiz Turdiyeva Dilbar opaga. Ishonmasdim necha yillar
rus tili o'qituvchimiz Jaylibayeva Tanzira o'qituvchiga. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Söyleyeyim. Qo'shimcha yana shu tabrigim bor edi o'zimda. Mana o'zimda sinfdoshlarimda, safdoshlarimda shu bugungi kungacha mana 20 yilgacha shunday unoq og'izbirchilikda shunday yig'ilganimizga, shunday yetib kelganimizga 20 yillik o'zim sinfdoshlarimni tabriklamoqchiman. Undan tashqari yana mana bizga ilm bergan, harf tanitgan, son tanitgan, umuman shu hayotimizda, shu ishimizda, oliy o'quv yurtlarida o'qishimizda juda katta rol o'ynagan desak, adashmayman. Shu xizmatlarda bo'lgan bizga bilim bergan o'qituvchilarga chin yurakdan rahmat aytmoqchiman. Sizlarning orqangizda biz mana shu darajaga kelib, o'sib, ishlab, o'zimiz tanlagan sohalarda kelib yig'ilib turibmiz. Katta rahmat aziz ustozlar. Undan tashqari mana shu yilga bitirayotgan bitiruvchilar, ya'ni mana xuddi biz 20 yil oldin qanday bitirgan bo'lsak, bu bir juda ajoyib bayram hozir ko'z oldimizga kelib esimizga tushyapti. Men shu yilgi bitiruvchilarga, yigit qizlarga oldinda hayotda qo'ygan maqsadlarga erishishda, shu oliy o'quv yurtlariga kirishda, umuman olganda shu 9-sonli Navoiy maktabini nomini ko'tarishda tilakdoshman. Tabriklayman bitiruvchilar. Hayotda tanlagan yo'llaringizda omad tilayman. Hammalaringizni bugungi kun bilan yana bir bor tabriklayman. Ustozlarimizni hozir xonada yana gaplashib olamiz. Rahmat. Bugun bu sahnada orzular va mehnat, mehr uyg'unlashgan unutilmas kun. Bugun biz yuragimizda maktab xotiralari, ustozlar sabog'i, do'stlar mehrini olib, hayot yo'liga yo'l olayotgan yoshlar bilan faxrlanamiz. Bu yoshlar bizning faxrimizdir. Yillar davomida o'qib, o'rganib, ulg'ayib, voyaga yetgan bu o'quvchilar bitiruvchi degan sharafli unvonga ega bo'lishmoqda. Endi esa so'z navbatini samimiy tuyg'ularini ustozlariga, ota-onalariga bo'lgan minnatdorchiliklarini izhor etmoqchi bo'lgan bitiruvchilarimizga beramiz. Bugun shodlik bayrami do'stlar. G'am to'lmasin dillarga biroq, kuzatali sizlarni xandon, jaranglaydi yangi qo'ng'iroq. O qandayin beg'ubor ovoz, orom berar bu dam dillar uchun, zo'r tilagin sizga qo'ng'iroq bildiradi bu dam dillar uchun. Keksa ustozimning sochlari oppoq, ko'zlari mehribon chaqnaydi, biroq bilim va ma'rifat o'rgatar hamon hayot maktabida chalib qo'ng'iroq. O'qimasak takror o'qitgan qolgan, manglayida qator ajrlar qolgan. O'sha ajrlar tufayli bizlarni qalbingizda doim ilm porlaydi. Ulug' ilm ildizi sizda mujassam. Turli xil sohadan berasiz ta'lim. Uni tinglaganda kichik jussam ham yetuk inson kabi o'skay muallim. Bu vatanning hur maskanida sizni kutar go'zal tinch zamon. Biz ham bu kun tilak aytarmiz. Mard yo'l oling kelajak tomon.
Bugun juda ajoyib kun, to'g'rimi Barchinoy? Qarang, ustozlar ham, o'quvchilar ham har doimgidek emas, mening nazarimda. Ularning yuraklari shodlik va hayajonga to'lgan. Bolalikning quvnoq, unutilmas, totli, ba'zan qiyin damlarini 4-5 yil birga o'tkazgan. Sinfdoshlar bugun uchirma qush bo'lib, parvozga shay bo'lib turibdi. Bitiruvchilarimizni tabriklash uchun sinf ota-onalar va sinf rahbarlariga beramiz. 11-sinfdan bitta ota-ona, 9-sinfdan bitta ota-ona kelsin. Qalam tutib qo'limga ilk bor yozuv chizuv o'rgatgan ustoz, unutmayman sizni hech qachon, ta'lim bergan birinchi ustoz. Behuda ketmadi qilgan mehnatlar. Siz uchun yaralsin bari rohatlar, o'quvchiman sizga go'yo farzandlar, jon fido aylagan birinchi ustoz. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Mana shu ta'lim maskanini bitiruvchilari, faxriy ustozlari va tadbir qatnashchilari. Bugun 11 yil mehnat qilib, o'z bilimini oshirib, ularga o'z bilimlaringizni berganlaringiz uchun sizlarga biz ota-onalar o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. O'ylaymizki, biz farzandlarimiz kelgusida o'zlarini shu yerda olgan ta'limlarini, bilimlarini mamlakatimizda yutuq, faxrli insonlardan bo'lib, oliy o'quv yurtlariga kirib, yurtimizga sharaf bilan, obro' bilan xizmat qilib qolaversa, sizlarning ham yuzlaringizni yorug' qiladi degan umiddamiz. Farzandlarimizga oq yo'l, hamisha yo'llaringiz farovon bo'lsin. O'ylagan maqsad sari olg'a bosib, baxtli hayot kechirib, eng samarali yurtda, tinch yurtda yashayapsizlar. Bunga shukr qilib, mamlakatimizda obro'yini, bayrog'ini ko'tarishga sizlarga Xudoyim taolo kuch-quvvat bersin. Sizlarga yana bir bor rahmat. Hamisha shunday farzandlarni o'qitib, charchamanglar, omadlaringizni bersin. Maktabimizda sharafi bundan-da respublikada yuksalaversin. Nima deymiz, farzandlarimiz, sizda obro'yingiz, bizda obro'yimiz. Rahmat so'z berganingiz uchun. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, hurmatli bitiruvchilar, sobiq bitiruvchilar, xush kelibsiz maktabimizga. Mana bugun 11-sinfdan 7 ta qaldirg'och uchirmaga shay turibdi. 9-sinfdan 22 ta o'quvchimiz. Bularga nima tilaymiz? Kelgusida akalaringiz kabi sizlarga ham oliy ta'limlarga kirib, yaxshi bir ishlarga joylashishingizga tilakdoshmiz. Kelgan mehmonlarga xush kelibsiz deymiz. Ota-onalarga alohida tashakkurnomalar bildirdik. Farzandlaringiz orqasidan ana shunday faxrlanib yurish har bir ota-onaga nasib etsin. Parvozingiz bexatar bo'lsin. Xush kelibsiz, sog' bo'linglar. Bizni mana shunday darajaga yetkazgan birinchi ustozlarimizni davramizga taklif qilamiz. Xayr do'stlarim, xayr qo'ng'iroqning so'nggi ovozi. Sevimli daftarim, estaliklarim, boshlanar men uchun hayot parvozi. Xayr maktab yillarim, ustoz va murabbiylarim, yuragimda hayajon, chorlamoqda hayot yo'llarim. Xayr maktab yillarim, seni qoldi sho'xliklarim. Aziz ustozlar, bitiruvchilar, 20 yillik bitiruvchilar, barchangizni bugungi ajoyib bayram so'nggi qo'ng'iroq bilan tabriklayman. Umrlaring uzoq bo'lsin, sog' bo'linglar, xonadonlaringda tinchlik, totuvlik, barakat etsin. Mana bitiruvchilarimiz nasib bo'lsa o'quv dargohlariga, oliy o'quv dargohlariga kirsinlar, Ilohim. Yuzimizni yorug' qilsin, 9-maktab nomini ulug'larga ko'tarsin, Ilohim. O'zbekistonimizning ota-onasining munosib farzandlari bo'lishsin. Assalomu alaykum, hurmatli davra qatnashchilari, 20 yilliklar, mana 9-sinf bitiruvchilari, hurmatli ustozlar, mana 11 ni bitiruvchi qaldirg'ochlarim. Sizlarga kelajakda o'qish va ishlaringizda omad tilayman. Prezidentimiz aytganday, vatanimizni, yurtimizni sha'nini
ko'klarga ko'taradigan, mana shu 9-maktab ustozlarini yuzini yorug' qiladigan insonlar bo'lib hayotda o'z o'rnlaringizni topishga tilakdoshman. Sizlarga oq yo'l tilayman. 20 yilliklarga ham o'qish va ishlarida omadlar tilayman. 9ni bitiruvchi bolajonlarim, sizlarga ham hayotda o'z o'rnlaringizni topishga, kelajakda yutuq insonlar bo'lishga tilakdoshman. Bugungi so'nggi qo'ng'iroq bayram bilan hamma davra qatnashchilarini chin qalbimdan tabriklayman. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, hurmatli bitiruvchilar. Mana bugungi qutlug' kun hammangizga muborak bo'lsin. Sobiq bitiruvchilar, xush kelibsiz maktabimizga. Meni qaldirg'ochilarim, hayot yo'llaringiz ravon bo'lsin, tekis bo'lsin. Har doim ishlaringiz olg'a bossin. Ota-onalaringiz, o'qituvchilaringiz kutgandek inson bo'linglar. Nasib bo'lsa siz bilan yana 10 yillikda, 20 yillik, 30-40 yilliklarda uchrashish nasib qilsin. Sog' bo'ling har doim. Assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar, aziz davramiz ishtirokchilari. 9-sinf filialida mening ham qaldirg'ochlarim bor ekan, ismdan chiqib ketibdi, uzr. Meni ham o'qitgan sinfim bor ekan. Mana shu hozirgi mana shu bitiruvchilar hammasiga omadlar tilayman. O'quvchilarim katta oliygohlarga kirsin. Har doim yuzimizni yorug' qilsin. Sevinchimiz, baxtimiz, g'ururimiz bo'lib yuraversin. Har doim shular orqasidan g'ururlanib yuraylik. Hamma ishtirokchilarni bugungi bayram bilan tabriklayman. Che bor senga qo'yganda qadam, bola edim hali sho'x judayam yosh. Mana o'tib ketdi yillar oradan, endi seni tark etaman ko'zda yosh. Xayr ustozlarim, xayr do'stlarim, xayr qo'ng'iroqning so'nggi ovozi. Napoti chamo konda alvis bichamona tali adakna potomi ambe sakwa bishemona tali alina nani nina o tani nani nani na o alina nani nina o tani nani nani na o go bisigisa kachamoti bisigisa salina suigo pita gamazveli botsenita alina nani nina o tani nani nani na o Adela
Nimasini aytasiz? Ularning porlab turgan ko'zlariga qarab, har biringizning qalblaringizga baxt va shodlikka to'lsin. Yuragingiz o'ti aslo o'chmasin. Insonning eng oliy tuyg'ularidan sizga hamroh bo'lsin, deymiz. Nabijon, nima deysiz? Hozir bitiruvchilarimizning nima haqida o'ylashayotgan ekan, ha? Keling, yaxshisi buni o'zlaridan eshitsak. Tunu kun zahmatli mehnati uchun, qalblarga sindirgan san'ati uchun, vatanga shu buyuk mehnati uchun biz ta'zim qilamiz ustozlar uchun. Maqsadi ulug'vor, qadami qutlug'. Zaboni shirin u kalomi qutlug'. Otadek mehribon, onadek ulug', biz ta'zim qilamiz ustozlar uchun. Qadrli ustozlar hamda o'quvchilar, bugungi bitiruvchilarimiz noanaviy tarzda o'zlaridagi barcha yaxshi fazilatlarni
ilmga bo'lmas so'nmas muhabbatlarini ortlaridan davom ettirsin istagida ramziy ilm gulshanini izdoshlariga topshiradilar. Yangrayver qo'ng'iroq, o'chmasin sasing. Jarangingdan ilhom olib yashaylik. Bir dam ham tindirmay, mag'rur ovozing, kelajakka dadil qadam tashaylik. Mana bugungi bayramona tadbirimiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bugun biz nafaqat bitiruvchilarni kuzatdik, balki maktab degan muqaddas dargohga kechgan unutilmas damlarni, ezgu xotiralarni yana bir bor qalbimizda jonlantirdik. Hurmatli ota-onalar, aziz mehmonlar, mehribon ustozlar, sizlarning mehnatingiz, duolaringiz, sabr va fidoyiligingiz tufayli mana shunday bilimli, odobli, vatanga sadoqatli yoshlar voyaga yetmoqda. Buning uchun har biringizga chuqur tashakkur izhor etamiz va albatta aziz bitiruvchilar, sizlarga oq yo'l, yorqin kelajak, bardavom baxt tilaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.
hayot bugun so'nggi bora bir sinfda uchrashamiz. Nahot endi biz tobora sirli hayotga shoshamiz. Hali anglolmagan asrorlarim dilda juda ko'pdir, juda ko'p, judayam ko'p. Nahot hijronga oshkora yuraklarda joy beramiz. Sinfdoshim yo'qmi chora, fursatlarni boy beramiz. Senga aytolmagan izhorlarim dilda juda ko'pdir, juda ko'p, judayam ko'p. Xayr, alvido, umrimizning zar lahzasi. Xayr, alvido, yoshligimiz sarlavhasi. Maktab alvido, ilk sevgimiz chamanzori gullari alo. Xayr, alvido, maktab alvido, sen umrimiz zar lahzasi. Xayr, alvido, ilk sevgimiz sarlavhasi. Xayr, alvido, sinfdosh qiz ko'z yoshlaring dengizmi daryo. Xayr, alvido, alvido. Partalarning orqasida qolib ketdi xayolatlar. Ismimizni olib uchgan o'sha qog'oz samolyotlar. Hali chinga aylanmagan xayollarim juda ko'pdir, juda ko'p, judayam ko'p. Ne uchundir bilmam kechir, kafting tutsam sezdim titroq. Ey sirlar shoh, sevdim ko'proq. Senga berolmagan sirli savollarim juda ko'pdir, juda ko'p, judayam ko'p, judayam. Nahot keldi o'sha dam, qayg'uli dam, ko'zlarimiz to'la yosh, qalta alam. Bahor fasli tugayotgani xuddi umrimiz bahoriga yaqin bo'layotgandek tuyulaveradi. Dam badam yana alam, bizni ayirayotgan so'nggi qo'ng'iroq, xuddi yuragimga zarba berayotgandek ta'sir etadi jongina. Xayr, alvido, umrimizning zar lahzasi. Xayr, alvido, yoshligimiz sarlavhasi. Maktab alvido, ilk sevgimiz chamanzori